Assalomu alaykum, hurmatli podpисчиклар. Bugungi tarot raskladimiz bir haftalik, shu haftani oxirigacha. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Har doimgidek bu tarot raskladni men ayollarga nisbatan qarashga harakat qilaman, lekin bu erkaklarga ham to'g'ri keladi. Tushunasiz degan umiddaman. Bir haftalik tarot rasklad. O'zingiz nastroy qiling. Va biz boshlaymiz, tayyor bo'lsangiz. Asosiy energiya, ogohlantirishlar va maslahat. Asosiy energiyamizda e'tibor bering kartalarga. Asosiy energiyada siz qanaqadir bir holatni tugatishingiz kerak va qandaydir bir qarorga kelishingiz kerak bo'ladi. O'zingizni ichki his-tuyg'ungizni bir tinchlovga, bir qanaqadir sokin holatga keltirish uchun siz qanaqadir taqdiriy, juda jiddiy, sizga kerak bo'ladigan keskin bir qarorga keladigan vaqt shu haftani oxirigacha. Kimlargadir shaxsiy munosabatga tegishi mumkin. Balki shaxsiy munosabatni tugatishga to'g'ri kelar. O'zingizni ichki balansingizni topish uchun. Kimgadir ish bo'yicha bo'lishi mumkin. Nihoyat o'sha ishni tugatib, foydasi bo'lmayotgan ishni tugatib, o'sha bir qarorga kelib, o'zingizni sokin holatga keltirish uchun. Kimgadir sog'liq bo'yicha bo'lishi mumkin. O'sha oxir-oqibat o'sha qanaqadir kasallikni yengib chiqishingiz mumkin. Boshidagi o'sha bitta kartada 7 ta chashka turibdi. Semyorka chash deyiladi. O'sha 7 xil variantdan bittasini aniq tanlashingiz kerak. Siz hozir o'zingiz ham bilmayapsiz nimani tanlashni, lekin baribir tanlashga majbur bo'lasiz. Shu hafta sizga shunaqachi seriozniy transformatsiya keltiradi. Munosabatlar, yolg'iz munosabatda bo'lganlar bizada bu petorka chash bilan petorka pentakli aytadiki, siz juda ham qiyin krizis holatini hozir o'tmoqdasiz. O'tmishingizda balki sizni kimdir qattiq xafa qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. O'sha narsani hozir haligacha o'zingizni o'sha ko'nglingizda kechirmoqdasiz. Qiyin depressivniy holatga tushib qolgansiz. O'sha depressiyadan eng muhimi haftani oxirigacha o'sha depressiyada ko'p vaqtgacha qolmaslik, balki iloji boricha tezroq chiqib ketish siz uchun eng asosiy muhim rol o'ynaydi. Bu sizni o'sha taqdir bo'yicha berilgan sinov, o'sha sinovni to'g'ri o'tishingiz kerak va o'zingizni o'sha bir balansga keltirishingiz kerak. Uchburchak holatida munosabatda bo'lganlarga esa uchburchak munosabatingiz juda tez, keskin rivojlanishni davom etadi. Bu ko'proq o'sha jismoniy ko'rinishdagi holatga bog'liq bo'ladi. Bu vasmyorka jaslov, bu tezlik, harakat va aloqa vositalarini ko'rsatadi bizga. Bu degani bu sizni sevgingiz, his-tuyg'u haqida emas, ko'proq o'sha aloqa vositalari orqali muloqotda bo'lishingiz, o'sha o'zingizni o'sha strastlaringizni, his-tuyg'ularingizni ko'rsatish vaqti. Oilaviy munosabatda bo'lganlar uchun esa korol jaslov общий energiyani olib qaraganda qanaqadir bir yaxshi tomonga o'zgarish bo'lishi mumkin munosabatlaringizda, balki ozginagina o'sha hissiy tuyg'ular, o'sha strast, olovga o'xshab yonadigan, porlab yonadigan his-tuyg'ular agar gelishmagan bo'lsa, shu haftani oxirigacha bemalol munosabatlaringizni ichida o'sha olov yonadigan, bir-biringizga o'zingizga talpinadigan o'sha kuchli his-tuyg'ular uyg'onishni boshlaydi oilali insonlar uchun ham. Hozir endi karyera tomonni qaraymiz. Ish. Vaqtincha ishlay olmaydiganlarga ko'pincha karta luna bilan korol kubkov nimani anglatadi? Siz ko'proq o'sha o'zingizni emotsional, psixologik holatingizga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Hozir siz ko'proq o'zingizni
o'sha ko'proq hissiy holatga, psixologik holatga tushganingizni ko'rsatadi. Va siz ish hatto qidirish niyatingiz ham yo'qqa o'xshaydi. Sizga shundoq ham yaxshi o'tirgan holatingiz hozir. O'zingizni ichki transformatsiyangizni o'tkazyapsiz. Ish qidirayotganlar uchun ko'rinib turibdiki, ko'proq o'sha internetdan yoki o'sha telefon yoki o'sha yozuvlarda, balki aloqa vositalarida, yozuvlarda, o'sha internet orqali ko'proq muloqotda bo'layotganingiz ko'rinib turibdi. Siz o'zingizga mos kelgan o'sha variantlarni qidiryapsiz. Hozir internetda o'tirib o'sha ma'lumot yig'yapsiz. Lekin bitta shunaqa tomoni borki, o'sha siz qiziqqan kompaniyalar haqida siz to'liq ma'lumotga ega emassiz. Bu degani pashmichi, bu degani siz ko'proq yana o'sha ma'lumot yig'ishingiz kerak, yaxshilab o'sha biror joyga, birorta kompaniyani tanlab ishga kirishingizdan oldin. Chunki ma'lumot yetarli darajada emas, siz hali ko'p narsani tushunmaysiz. Nima haqida, u kompaniyalarni o'sha uslugalari, uni orqasida nimalar turibdi, puli qancha, balki mana shunaqa holatlar. O'sha ma'lumotlarni o'rganadigan vaqtingiz. Har doim постоянный biror ishda ishlaydigan ishchilar uchun bizada shesyorka kubkov bu yaxshi munosabatda, samimiy, do'stona munosabatda bo'lgan, yaxshi, a'lo darajada kayfiyatda bo'lgan kollektiv jamoa nastroyeniyasini, kayfiyatini ko'rsatadi. Kayfiyati yaxshi, bir-biriga yordam beradigan, bir-birini tushunadigan, ko'ngil holatda shu haftani ishlaysiz. Xavotir olmasangiz bo'ladi. O'zini biznesi bo'lganlar uchun Luna bilan Troika Michi shuni ko'rsatadiki, sizga kimdir o'sha pistirma qo'ygan bo'lsa orqangizdan yashirincha e'tibor bering. U o'sha narsa kelib chiqadi, o'sha narsani bilib qolasiz. Sizga bir emas, bir nechta, kamida 3 martadan o'sha sizga yuragingizga qilich siqqan udar bo'ladi, zarba. O'sha qanaqadir ma'lumotni bilganingiz sizga zarba beradi, qattiq. Mana shunaqa holatga tayyor turing. Qanaqadir bir ko'nglingizga og'ir botadigan inqiroz holatiga uchrashingiz mumkin. Biznesi bo'lganlar. Qanaqadir 3 xil insonlar bilan 3 xil ma'noli fikrlar balki yuritishingiz mumkin va hech kim o'sha o'zini birga ishlaydigan hamkasblar bilan kelisha olmasligi mumkin. Balki kimgadir sizda udar bo'lishi, o'sha zarba bo'lishi, sizni ishongan hamkoringiz, boshqa yana sizga qarshi bo'lgan, sizga biznesingizga qarshi bo'lgan o'sha boshqa bir sizni biznes sohangizdagi направленiyadagi konkurentingiz borki, o'sha konkurentingizga qarshi balki pistirma qo'ygan bo'lishi mumkin, sizga o'sha kishi bilan, boshqa kishi bilan ishlayotgan bo'lishi mumkin. Mana shunaqa o'xshash har xil holatlar o'sha biznesda hujjatlar bo'yicha, xatti-harakatlar bo'yicha yoshirin ma'lumotlar kelib chiqishiga tayyor turing. Yuragingizga og'ir botadi. Sog'liq jihatdan agar qarasak, Peterka Pentakli bilan Tuz kubkov sog'liq jihatdan shuni bildiradiki, haftani oxirigacha ba'zi birlaringizga ozgina baxt hissiyoti yetishmaydi. O'zini uncha yaxshi, baxtsiz, qandaydir bir o'zini tushkun kayfiyatda his qiladigan bo'lishi mumkin. O'sha ko'proq o'zingizni kayfiyatingizga, o'sha psixologik va his-tuyg'u tarafdan faqat o'sha minus joylarni ko'rsatyapti sog'liq jihatdan. Sizga eng asosiysi o'sha depressivniy holatda, tushkunlik holatdan tezroq chiqib ketishingiz kerak. Aniq bir qarorga kelib, chunki bu holatda ko'p qolib ketsangiz, o'zingizni sog'lig'ingiz uchun zarar bo'lishi mumkin. Har xil keyinchalik o'sha muammolar sog'liq jihatdan keltirib chiqarishi mumkin. Shu uchun
shu bir haftani bir balo qilib o'ting. Keyin o'sha keyinchalik o'zingizni tez o'nglab oling. Ko'p qolib ketmang bu tushkun holatda. Xo'p, endi moliyaviy jihatni agar qarasak, moliyaviy jihatdan biz shuni ko'ryapmizki, Luna va четверка mechey bu ko'proq kimgadir o'sha boya man aytib o'tganimdek, sog'liq jihatdan kimdir balki o'sha tushkunlik holatiga tushgan bo'lsa, balki kimgadir yotib lecheniya olish kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa kimdir больницаga yotishiga to'g'ri kelishi mumkin. Ba'zi birlaringizda o'sha moliyaviy jihatingizga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki o'sha siz yotib qolsangiz, hech narsa qilmay tushkunlik holatida shunchaki yotib ishlagingiz kelmagan holat bo'lsa ham, tasavvur qiling, o'sha siz ish qilmayapsiz, ishingizni tashlab qo'ydingiz. Понятное дело, естественно, siz bu yoqda pul ham ishlolmay qolishingiz mumkin. Shu uchun sizga kartalar, yana bir marta aytmoqchi, o'sha tushkun holatdan iloji boricha tezroq chiqing. O'zingizni ko'p shu holatda tutib o'tirmang. Chunki bu moliya jihatingizga ham ta'sir qilishi mumkin ekan. Endi ogohlantirishlarni ko'rib chiqamiz. Ogohlantirishda o'sha bir nimani ustidan g'alaba qozonishingiz kerak deyapti kartamiz. Шестерка жезлов. Bashня. Луна. Полная луна. Красная. И аркан сила. Kimlargadir bu kartamiz sehr joduga tegishli bo'lishi mumkin. Qaysidir birlaringiz podpishchilar orasidan o'sha shu haftaning ichida tozalanish bilan shug'ullanishi mumkin sehr jodudan. Alomatlarni sezsangiz yoki o'zingiz haqiqatan ham bilsangiz, agar aniq shunga amin bo'lsangiz, maslahat tozalanish va siz o'shani yutib chiqasiz. Agar bilmagan bo'lsangiz, sizga xuddi mana bashnada ko'rsatilgan ko'zcha turibdi, e'tibor bersangiz, o'sha ko'zchada sizni ko'zingiz ochiladi. O'sha siz yoshirilib kelingan alomatlardan ko'zingiz xuddi moshday ochiladi deydilar-ku o'zbeklarda, xuddi shunday ko'zingiz ochiladi o'sha bir qanaqadir bir hodisaga, ma'lumotga va siz o'shani yengishga harakat qilasiz. Sizga ogohlantirish o'sha keladigan ma'lumotga, o'sha ketayotgan qiyin bir vaziyatga, birdan uriladigan krizis vaziyatga e'tibor bering degan. Kimgadir o'sha psixologik ta'sir qilib qolishi mumkin, shundan sezsa bo'ladi, birdan miyasiga, boshiga o'sha ta'sir qilishi mumkin-da. O'sha sehr jodu. Kimgadir o'sha agar munosabat bo'lsa, o'sha kimdir o'sha uchburchak munosabat bo'lsa, o'sha munosabatlardan chiqish kerak bo'ladi. Kimdir agar bilib qolsa bir nima bo'layotganini. Karta maslahatni ochyapmiz. Kartada влюбленный chiqyapti. Bu yana bir marta isbotlaydiki, rostdan ham uchburchak holati bo'lgan bo'lsa, kimgadir o'sha qiyin bo'layotgan bo'lsa, отношения, munosabatlar, o'sha munosabatlardan chiqib ketish kerak. Ularga ogohlantirish shundan iboratki, bu qiyin bo'layotgan yoki bo'lmasa saqlab bo'lmaydigan o'sha munosabatni saqlash foydasi yo'q degani. Agar chiqish kerak bo'lsa, chiqing demoqchi bo'lganday qilyapti kartalar. Kimgadir ish bo'yicha balki увольнение, сокращение, ishdan bo'shash to'g'ri kelib qolishi mumkin vaziyat. Shu uchun hamma o'zini sharoitiga qarasin. Так, keyingi kartalarimiz Zvezda, Sila va Десятка жезлов влюбленный bilan. Yana bir marta o'sha sevgi munosabatdan agar qarasak, haqiqatan ham bu keyingi kartalar ham shuni yana bir marta tasdiqlayaptiki, haqiqatan ham o'sha sevgi muhabbatga tegishli holat munosabat bo'layotgan bo'lsa, kimdir haqiqatan ham o'sha sevgi munosabatda chiqishga harakat qilishi mumkin. Nimaga? Chunki ikkita partnyordan bittasi ikkinchisini ustidan ko'proq напряжение olib bormoqda. То есть ikkinchi partnyor o'sha sherigi munosabatda kimdir ko'proq davleniya qilmoqda ikkinchisiga.
munosabatda shuni tushunyapsizmi? Menimcha tushuntira oldim. O'sha davleniya oxir oqibat judayam og'irlik qilganidan, o'sha og'ir yuk bo'lganidan chiqishga harakat qilish mumkin joniga tekkandan keyin oxiri. Va sehr joduga ham nazar tashlang, chunki zvezda toji chiqdi. Oraklda ham agar qarasak, orakul ham shuni aytadiki, haqiqatdan ham yana karta zvezda va karta savi, bular ham mistika, ham o'sha sehr joduni anglatadi. Kimlardir o'sha отношенияsi bo'lishi mumkin. Mana bu 38-raqamli karta bo'yicha aytsak. Bashня bo'yicha aytsak, bu kimgadir o'sha ishdan ketish munosabati ham bo'lishi mumkin. Ishdan quvish yoki bo'lmasa o'sha kimlardir o'zini biznesi bo'layotgan bo'lsa, o'sha biznesida qanaqadir yashirin bir sirni bilib qolish, pistirma. Bu haqiqatdan ham sizni taqdiriy hal qilinadigan vaqt. Sizga taqdirni o'zi o'sha qiyinchiliklardan, og'ir yuklardan xalos, o'sha ko'p vaqtdan beri davom etib kelayotgan og'ir yukdan, qiyinchilikdan xalos bo'lishingiz kerak deyapti. O'sha qafasdan chiqishingiz kerak deyapti. Sizda imkoniyat bor deyapti. O'sha imkoniyatni qo'ldan bermang. Sizga kelayotgan imkoniyatni qo'lingizdan chiqarmasdan olib vaqtida bajaring deyapti. Xullas, mana shunaqa hafta bo'lib o'tadi hammaga. Yoqqan bo'lsa, izohlarda like bosing, podpiska qiling.